Ha, aka. Sizdagi bu kasalliklarning hammasi asabdan. Shunchalik ko'p asabiylashasizmi, a? O'zi ko'p asabiylashmasdim. Shu do'kon bor edi. Aha. Kasodga uchradi. Xullas katta kamomad chiqdi. Shundan beri boshqa havodan chiqmaydi. Biz bilan birga boshlagan do'konchilar bor edi. Shularning hozir ishi zo'r bo'lgan. O'zdi ketdi. Borishimi? Oilada ham ro'shnolik yo'q. Anu Instagram chiqib bir balo chiqdi. Xotin shunda nimani ko'rsa, kimni qo'lida nima ko'rsa shundan olib bering deydi. Shu uyga shundan qilib bering deydi. Yo'q, baraka topkur. Yaxshi. Aka. Men sizga bu dorilarni yozib beraman-u, lekin bular vaqtinchalik. Asl shifo boshqa yerda. Ha, o'sha asl duoni yozib bering bo'lmasa. Uni yozib bermayman. Uni berib yuboraman. Ha, berib yuboring. Xo'p. Mana dorilar ro'yxati. Bularni hammasini vaqtida ichasiz. Sizni kasalligingizga asl shifo mana shularda.